Do'konimizda gullar ham bor aka. Aytdi, svetilniy bor ekan. Kechasi hojatga chiqqan yiqilib tushmasin deb olaylik. Ada gapga aralashmasangiz, kerak emas shu. Aka, siz e'tibor bermang, yana nima bor deb aytdingiz? Aka, do'konimizda 20 ming xildan ortiq sovg'a salom uchun narsalarimiz bor. Xohlasangiz katta, xohlasangiz kichkina. Yuring bu yoqda ham narsalarni ko'rsataman. Aka, mana ko'rib turganingizdek, gullarimiz asardan juda katta. Ko'zim ko'rmayapti uyda soat. Mana shu soat katta yozilgan ekan. O'shani olaylik. Ada, mashinaga chiqib turing. Aka. Otaxon, bu soat mendan. Duo qilib qo'yasiz. Aralashmang aka siz. O'zi shunaqa miyangga bo'lib ketganlar. Aka, klient har doim haq. Lekin bitta narsani unutmang. Otani yo'qotgandan keyin qidirib qolasiz. Borida qadriga yeting. Turfa sovg'alar olami do'konimizda aka, siz to'y, marosimlar uchun yoki tug'ilgan kunlar uchun har qanday sovg'alarni topishingiz mumkin. Ayolimga romantik narsa deyotganmidingiz? Yuring aka, sizga ko'rsataman. Aka, siz narsalaringiz 230 ming bo'ldi. Mana. Rahmat. Otaxon, Turfa sovg'alar do'konimizdan sizga mana bu sovg'a bizdan. Barakat toping. Salomat bo'ling. Kelib turinglar. Rahmat. Yuring. Qo'qon shahridagi eng katta sovg'a do'koni ekan, barakat topsin. Shokir aka, sal kirishing aka, dadilroq ko'rsang. U o'xshatmaganingizda ikkita narsa berdi. O'xshatganingizni magazinni yig'ishtirib ketgan bo'lardi aka. Yetmaganiga soat olganingizda qarang. Kattaroq narsa olmaysizmi? Keyingi safarlarni sezib qolmasin, ketdik tezroq.